7 qat osmon qanday? Qur'onda zikr qilingan koinotdagi muvozanat va uyg'unlik mo'jizasi. U 7 osmonni qatma-qat qilib yaratgan zotdir. Ey inson, Rahmonning yaratishida biror tafovutni, nuqsonni ko'rmaysan. Bas ko'zingni yana samoga qaytarginchi, unda biror yoriqni ko'rarmikansan. So'ngra ko'zingni qayta samoga qarat. Ko'zing senga xor va toliqqan holda qaytur. Mulk surasi 3 va 4 oyatlar. Koinotdagi milliardlab yulduzlar va galaktikalar ular uchun tayinlab qo'yilgan yo'llardan mukammal bir muvozanatni saqlagan holda harakat qiladi. Yulduzlar, sayyoralar va yo'ldoshlar nafaqat o'z o'qi atrofida, balki ular kiradigan sistema bilan ham birgalikda aylanadilar. Ba'zida 200-300 milliard yulduzdan iborat galaktikalar bir-birlarining yo'llarini kesishgan holda harakatlanadi. Hayratga solarli tomoni shundaki, koinotdagi bunday ajoyib tartibni barbod qilishi mumkin bo'lgan biror to'qnashuv yuz bermaydi. Bu shunday mo'jizaki, u bizning hech birimizni befarq qoldirmaydi. Koinotda tezlik tushunchasi yerdagi kattaliklar bilan taqqoslaganda juda katta o'lchamlarni keltirib chiqaradi. Yulduzlar, sayyoralar, galaktikalar va galaktikalarning konglomeratlari, ularning sonli xossalari faqatgina matematiklar tomonidan tushunilishi mumkin. Milliardlab yoki trillionlab tonna og'irlikka ega bo'lgan g'ayrioddiy tezlikda harakatlanadilar. Misol uchun, Yer soatiga 1670 kilometr tezlikda aylanadi. Agar biz bugungi kunda eng tez uchadigan o'q soatiga o'rtacha 1800 kilometr tezlikka ega bo'ladi deb hisoblasak, biz Yerning ulkan hajm va massasiga qaramasdan qanchalik tez harakatlanayotganligini tasavvur qilishimiz mumkin. Quyosh atrofida aylanayotgan Yerning tezligi o'qning tezligiga qaraganda 60 marta katta. Soatiga 108 ming kilometr. Agar biz mana shu tezlikda harakat qila oladigan mashina yarata olganimizda edi, u Yerni 22 daqiqada aylanib chiqa olar edi. Bu raqamlar faqat Yergagina taalluqlidir. Quyosh sistemasi uchun bu raqamlar undan-da hayratlanarli. Bu sistemaning tezligiga aql bovar qilmaydi. Koinotdagi sistemalar qanchalik katta bo'lsa, ularning tezligi ham shunchalik kattadir. Galaktikaning markazi atrofida Quyosh sistemasining harakat tezligi soatiga 720 ming kilometrga teng. 200 milliard yoki undan ko'proq yulduzga ega bo'lgan somon yo'li koinot bo'ylab soatiga 950 ming kilometr tezlikda harakat qiladi. Bunday chigal va tez harakatli sistemada shak shubhasiz juda katta to'qnashuvlar bo'lishi xavfi bor. Biroq aslida bunga o'xshash hech qanday voqea yuz bermaydi va biz batamom xavf-xatardan xoli o'z hayotimizni davom ettiramiz. Chunki koinotdagi har bir narsa Alloh tomonidan o'lchab qo'yilgan benuqson muvozanatga ko'ra amal qiladi. Mana shu sababdan ham xuddi oyatda xabar berilganidek, bu sistemada tafovut mavjud emas. Koinotdagi uyg'unlik. U 7 osmonni qatma-qat qilib yaratgan zotdir. Ey inson, Rahmonning yaratishida biror tafovutni, ya'ni nuqsonni ko'rmaysan. Bas ko'zingni yana samoga qaytarginchi, unda biror yoriqni ko'rarmikansan. So'ngra ko'zingni qayta samoga qarat. Ko'zing senga xor va toliqqan holda qaytur. Mulk surasi 3 va 4 oyatlar. Ko'rmadingizmi? Alloh 7 osmonni qanday qavatma-qavat qilib yaratdi. Nuh surasi 15 oyat. U yana osmonlar va yerning hukmronligiga ega. Farzand tutmagan, podshohlikda sherigi bo'lmagan va barcha narsani yaratib, aniq o'lchov bilan o'lchab qo'ygan zotdir. Furqon surasi 2 oyat. Tabiat va koinotdagi barcha sistemalar mashinadek o'zidan o'zi harakat qiladi. Ular orasidagi benuqson tartib va muvozanat tasodifiylik hosilasidir degan da'vo bilan materialistik falsafa paydo bo'lgan edi. Ammo bugun materializm va darvinizmning noto'g'ri ekanligi u ilmiy asos deb atalar edi. Ilmiy jihatdan isbotlab berildi. 20-asrda astrofizika va biologiya sohalarida birin-ketin jadal sur'atlar bilan qilingan ilmiy kashfiyotlar hayot va koinotning yaratilganligini isbotladi. Darvinizmning asoslari barbod bo'lgach, katta portlash nazariyasi
koinotning yo'qligidan yaratilganini ko'rsatdi. Kashfiyotlar moddiy dunyoda buyuk bunyodkorlik va hamohanglik mavjudligini aniqladi va materializm da'volarining asossiz xususiyatlarini uzil-kesil isbotladi. Hayot uchun zarur bo'lgan sharoitlarni nazarda tutsak, faqat yergina bu sharoitlar talabiga javob berishini ko'rishimiz mumkin. Hayot kechirishga mos bo'lgan muhit uchun bizning atrofimizda bir vaqtda va to'xtovsiz sodir bo'layotgan hisobsiz sharoitlar mavjud. Har birida o'rtacha 100 milliard yulduz bo'lgan bir necha 100 milliard galaktikalar bor. Hamma galaktikalarning ehtimol yulduzlarchalik ko'p sayyoralari bordir. Mana shunchalik katta raqamlar oldida Yerda shunday yagona muhit paydo bo'lishining ahamiyati to'g'risida biroz mulohaza yuritsak yaxshiroq bo'lardi. Katta portlash kuchidan to atomlarning fizik qiymatlarigacha, 4 asosiy kuchdan to yulduzlardagi kimyoviy jarayonlargacha, Quyosh tomonidan chiqariladigan yorug'lik turidan to suvning quyuqligigacha, Oyning Yergacha bo'lgan masofasidan to atmosferadagi gazlar darajasigacha, Yerning Quyoshgacha bo'lgan masofasidan to uning o'z orbitasida og'ishish burchagigacha, Yerning o'z o'qi atrofida qaysi tezlikda aylanishidan to okean va tog'larning Yerdagi vazifasigacha har bir narsa bizning hayotimiz uchun juda ham mosdir. Bugungi kunda ilm-fan dunyosi bu xususiyatlarni antropik prinsip va uyg'unlik konsepsiyalari vositasida tasvirlaydi. Bu konsepsiyalar koinotning maqsadsiz, nazoratsiz, materiyaning tasodifiy to'plami emas, balki uning inson hayoti tomon qaratilgan maqsadi borligi hamda juda aniqlik bilan bezatilganligini tushuntirib beradi. Yuqoridagi oyatlarda Allohning yaratishida o'lchov va uyg'unlikka diqqat qaratamiz. Bezatmoq, o'lchamoq, o'lchov bilan yaratmoq ma'nosini anglatuvchi taqdir so'zi Furqon surasining 2-oyatidagi kabi Qur'on oyatlarida ishlatilgan. Uyg'unlikda hamohang ravishda ma'nosini anglatuvchi tibaq so'zi Mulk surasining 3-oyati va Nuh surasining 15-oyatlarida ishlatilgan. Shuningdek, Alloh Mulk surasida farq, nomuvofiqlik, kelishmovchilik, mos emaslik, qarama-qarshilik ma'nolaridagi tafovut so'zini vahiy qilganki, nomuvofiqlikni, nuqsonni izlagan kishilar uni topa olmaydilar. 20-asrning oxirlariga kelib ishlatila boshlangan uyg'unlik atamasi oyatlarda vahiy qilingan bu haqiqatni oshkor qildi. So'nggi chorak asr yoki undan ko'proq vaqt mobaynida ko'pdan ko'p olimlar, zakovat egalari va yozuvchilar koinotning tasodiflar majmuasi emasligi, aksincha, unda har bir mayda elementigacha inson hayoti uchun juda mos tushadigan g'ayrioddiy sharoit va tartib borligini isbotladilar. Koinotdagi ko'pchilik xislatlar uning ataylab hayotni ta'minlash maqsadida yaratilganligini yaqqol ko'rsatadi. Fizik doktor Karl Giberson bu dalilni shunday tasvirlaydi. 1960-yillarda ba'zi fizik olimlar shu narsani kuzatishdiki, bizning koinotimiz inson hayotining mavjud bo'lishi uchun uyg'un qilib qo'yilgan ekan. Britaniyalik astrofizik professor George F. Ellis bu uyg'unlikka quyidagicha izoh beradi. Ajoyib uyg'unlik bu chigalliklarni osonlashtiradigan qonunlarda uchraydi. Amalga oshirilgan ishlarning qanchalik murakkabligini tushunib yetgach, mo'jizaviy degan so'zni uning ontologik xususiyatlarini hisobga olmagan holda ishlatmaslikning iloji yo'q. Katta portlash tezligi. Katta portlash bilan o'rnatilgan muvozanat va koinotning bir onda yaratilishi uning tasodifan vujudga kelmaganligini isbotlovchi dalillardan biridir. Adelaide universitetining matematik fizika sohasi bo'yicha taniqli professor Paul Davisning fikriga ko'ra, agar katta portlash natijasida sodir bo'lgan kengayish koeffitsiyenti bor yo'g'i milliarddan bir qismiga farq qilganda edi, koinot vujudga kelmagan bo'lar edi. Vaqtning qisqa tarixi nomli kitobida Stephen Hawking koinotning kengayish koeffitsiyentidagi bunday g'ayrioddiy aniqlikni quyidagicha e'tirof etadi. Agar kengayish koeffitsiyenti katta portlashdan bir soniya keyin hattoki 100 millionning bir qismigacha kichikroq bo'lganda edi, koinot o'zining hozirgi kengligiga yetmasdan oldinroq barbod bo'lgan bo'lar edi.
4 kuch. Koinotdagi fizik harakat zamonaviy fizika tomonidan e'tirof etilgan 4 kuch: tortishish kuchi, elektromagnetik kuch, qudratli, kuchli atom kuchi va zaif, kuchsiz atom kuchining o'zaro ta'siri hamda muvozanatni evaziga sodir bo'ladi. Bu kuchlar bir-biriga nisbatan turli g'ayrioddiy qiymatlarga egadirlar. Mashhur molekulyar biologiya mutaxassisi Michael Denton bu kuchlar o'rtasidagi g'ayrioddiy muvozanatni shunday ta'riflaydi. Agar, misol uchun, tortishish kuchi trillion marta kuchliroq bo'lganda edi, unda koinot ancha kichik va uning hayot tarixi ancha qisqa bo'lgan bo'lar edi. O'rtacha kattalikdagi yulduz Quyoshga qaraganda trillion marta kichikroq massaga ega va hayot davri taxminan 1 yilcha bo'lgan bo'lar edi. Aksincha, agar tortishish kuchi kamroq bo'lganda edi, hech bir yulduz yoki galaktikalar paydo bo'lmagan bo'lar edi. Boshqa shunga o'xshash xususiyat va qiymatlar ham keskinlik bobida bundan qolishmaydi. Agar qudratli kuch bir oz zaifroq bo'lganda edi, barqaror turadigan yagona element vodorod bo'lgan bo'lar edi. Boshqa atomlar mavjud bo'la olmasdi. Agar u elektromagnetik kuchga nisbatan bir oz ortiqroq bo'lganda edi, unda faqatgina 2 protonli atom yadrolari koinotning turg'un bir bo'lagi bo'lar edi. Bu esa bunday koinotdagi vodorod bo'lmasligini va agar biror yulduz yoki galaktikalar paydo bo'lsa, ular o'zlarining hozirgi holatidan butunlay boshqacha bo'lishini anglatadi. Shubhasiz, agar bu turli kuchlar va o'zgarmas kattaliklar o'zlarining ayni paytdagidek puxta qiymatlarga ega bo'lmaganida edi, na yulduzlar, na o'ta yangi yulduzlar, na sayyoralar, na atomlar va na hayot bo'lar edi. Samoviy jismlar orasidagi masofalar. Samoviy jismlarning kosmosdagi taqsimoti va ular orasidagi ulkan bo'shliqlar Yerda hayot mavjud bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Samoviy jismlar orasidagi masofalar juda qudratli samoviy kuchlar ta'sirida shunday hisob-kitob bilan belgilanganki, bu yer yuzida hayotning mavjudligini ta'minlaydi. Tabiatning taqdiri nomli kitobida Michael Denton o'ta yangi yulduzlar va yulduzlar orasidagi masofani shunday ta'riflaydi. O'ta yangi yulduzlar, shuningdek barcha yulduzlar orasidagi masofalar boshqa sabablarga ko'ra juda jiddiydir. Bizning galaktikamizdagi yulduzlar orasidagi masofa taxminan 30 million milaga teng keladi. Agar bu masofa qisqaroq bo'lganda edi, sayyoralarning orbitalari beqarorlashgan bo'lar edi. Aksincha, bu masofa kattaroq bo'lganda edi, unda o'ta yangi yulduz tomonidan otiladigan parchalar shunday betartib tarqalar ediki, biznikiga o'xshash sayyoralar sistemasi ehtimol hech qachon paydo bo'lmagan bo'lar edi. Madomiki kosmos hayot manbai bo'lishi kerak ekan, unda o'ta yangi yulduzlarning miltillashi juda aniq qiymatda sodir bo'lishi va ular orasidagi, shuningdek barcha yulduzlar orasidagi masofa hozirda kuzatilgan raqamlarga juda yaqin bo'lishi lozim. Tortishish kuchi. Agar tortishish kuchi kuchliroq bo'lganda edi, Yer atmosferasida hayot uchun eng xavfli ta'sirga ega ortiqcha ammiak va metan yig'ilib qolgan bo'lar edi. Agar u kuchsizroq bo'lganda edi, u holda Yer atmosferasi ko'p miqdordagi ortiqcha suv yo'qotgan va bu hayotning bo'lmasligiga sabab bo'lar edi. Yer va Quyosh o'rtasidagi masofa. Agar bu masofa uzoqroq bo'lganda edi, sayyora juda sovuq bo'lgan, atmosferadagi suv aylanishi buzilgan va sayyora muzlik asriga mahkum bo'lgan bo'lar edi. Agar Yer Quyoshga sal yaqinroq bo'lganda edi, o'simliklar yonib ketgan, Yer atmosferasidagi suv aylanishiga tuzatib bo'lmas darajada talofat yetgan va hayotning bo'lmasligi mumkin edi. Yer qobig'ining qalinligi. Agar qobiq qalinroq bo'lganda edi, ortiqcha miqdordagi kislorod atmosferadan unga o'tgan bo'lar edi. Agar sal yupqaroq bo'lganda edi, vulqon harakatlarining soni hayotning mavjud bo'lishiga to'sqinlik qilgan bo'lar edi.
Yerning aylanish tezligi. Agar bu aylanish sekinroq bo'lganda edi, kun va tun o'rtasidagi harorat farqi juda o'sib ketgan bo'lar edi. Agar u tezroq bo'lganda edi, unda atmosfera shamollari juda katta tezlikka yetgan bo'lar va siklon hamda to'fonlar hayotning mavjud bo'lishiga jiddiy to'sqinlik qilgan bo'lar edi. Yerning magnit maydoni. Agar bu magnit maydon kuchliroq bo'lganda edi, juda qattiq elektromagnit to'fonlari ko'tarilar edi. Agar u kuchsizroq bo'lganda edi, unda yer quyosh shamollari nomi bilan ma'lum bo'lgan va quyoshdan chiqadigan zararli zarralarga qarshi o'z himoyasini yo'qotgan bo'lar edi. Har ikkala holat hayotning bo'lmasligiga asos bo'lar edi. Albayda effekti. Yer tomonidan qaytariladigan yorug'lik ulushi. Agar yer qaytaradigan yorug'lik ulushi ko'proq bo'lganda edi, muzlik asrining boshlanishi muqarrar bo'lar edi. Agar u kamroq bo'lganda edi, issiqxona effekti ortiqcha issiqlikka sabab bo'lar edi. Yerni avvaliga muzliklarning erib ketishi tufayli suv bosar va so'ng u yonib ketgan bo'lar edi. Atmosferada kislorod va azotning nisbati. Agar bu nisbat kattaroq bo'lganda edi, hayot uchun zaruriy bo'lgan funksiyalar ziddiyatli tarzda tezlashib ketgan bo'lar edi. Agar u kichikroq bo'lganda edi, hayot uchun zaruriy bo'lgan funksiyalar ziddiyatli tarzda sekinlashib ketgan bo'lar edi. Atmosferada karbonat angidrid va suvning nisbati. Agar bu nisbat kattaroq bo'lganda edi, atmosfera o'ta qizib ketgan bo'lar edi. Agar u kichikroq bo'lganda edi, atmosfera temperaturasi pasayib ketgan bo'lar edi. Ozon qatlamining qalinligi. Agar bu qatlam qalinroq bo'lganda edi, yerning harorati juda past darajaga tushib ketgan bo'lar edi. Agar u yupqaroq bo'lganda edi, yer o'ta qizib ketgan bo'lar va quyoshdan chiqadigan zararli ultrabinafsha nurlar ta'siriga qarshi himoyasiz qolgan bo'lar edi. Seismik harakat, zilzilalar. Agar bu kuchliroq bo'lganda edi, mavjudotlar uchun doimiy alg'ov-dalg'ovlik sodir bo'lgan bo'lar edi. Agar sekinroq bo'lganda edi, dengizlar tubidagi ozuqalar suvga tarqalishni bas qilgan bo'lar edi. Bu dengiz va okeanlardagi hayotga hamda yer yuzidagi barcha mavjudotlarga o'zining halokatli ta'sirini ko'rsatgan bo'lar edi. Yerning og'ishish burchagi. Yer o'z orbitasida 23 daraja burchakka og'ishgan holda harakat qiladi. Fasllarning almashib kelishiga mana shu og'ishish sabab bo'ladi. Agar bu og'ishish hozirgiga nisbatan kattaroq yoki kichikroq bo'lganda edi, fasllar o'rtasidagi temperatura farqi ashaddiy darajaga borib yetgan bo'lardi. Ya'ni yozlari chidab bo'lmas darajada issiq, qishlari esa o'ta izg'irinli ayozdan iborat bo'lar edi. Quyoshning kattaligi. Quyoshdan kichikroq yulduz yerning mangu muzlik qa'riga burkanishiga, kattarog'i esa yerning yonib ketishiga olib kelar edi. Yer va oy o'rtasidagi o'zaro tortishish. Agar bu tortishish sal kuchliroq bo'lganda edi, oyning qudratli tortishish kuchi atmosfera ostidagi sharoitlarga, yerning o'z atrofida aylanish tezligiga va okeanlar sathining ko'tarilib pasayishiga o'ta jiddiy ta'sir ko'rsatgan bo'lar edi. Agar u hozirdagidan sal kuchsizroq bo'lganda edi, bu yerdagi iqlimning keskin o'zgarib ketish oqibatini keltirib chiqargan bo'lar edi. Yer va oy o'rtasidagi masofa. Agar ular bir-biriga biroz yaqin bo'lganida edi, oy yerga qulab tushgan bo'lar edi. Agar ular bir-biridan biroz uzoqroq bo'lganida edi, oy kosmosda yo'qolib ketgan bo'lar edi. Agar ular bir-biriga hatto jindakkina bo'lsa ham yaqinroq bo'lganda edi, yerdagi suv sathining ko'tarilish pasayish darajasiga oyning ta'siri xavfli tus olgan bo'lar edi. Okean to'lqinlari past tekisliklarni suv bilan ko'mib tashlagan bo'lar edi. Buning oqibatida yuzaga keladigan ishqalanish okeanlarning temperaturasini ko'tarib yuborgan va yer yuzidagi hayot uchun muhim bo'lgan sezgir temperatura muvozanati yo'qolgan bo'lardi. Agar ular bir-biridan hatto jindakkina bo'lsa ham uzoqroq bo'lganda edi, yerdagi suv sathining ko'tarilish va pasayishi kamayib ketar, bu esa o'z navbatida okeanlarning kam harakatligiga olib kelar edi. Harakatsiz suv dengizdagi hayotni xavf ostiga qo'ygan va biz nafas olayotgan kislorod darajasi ham xavf ostida qolgan bo'lar edi. Yerning temperaturasi va uglerodga asoslangan hayot. Har qanday tiriklikning zamini bo'lgan uglerodning mavjudligi ma'lum bir chegarada turuvchi temperaturaga bog'liq. Uglerod aminokislota, nuklein kislota va oqsil kabi organik molekulalar uchun muhim modda hisoblanadi. Bu hayotning asosini tashkil etadi. Shu sababdan hayot faqat uglerodga asoslangan bo'ladi. Uglerodning mavjud bo'lishi uchun temperatura 20 daraja Selsiusdan kam va 120 daraja Selsiusdan ko'p bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Bu temperatura darajalari yerdagi temperatura darajalariga juda mos tushadi. Bular yerda hayotning paydo bo'lishi va bu hayotning davom etishi uchun muhim bo'lgan o'ta sezgir muvozanatlardan ayrimlaridir. Xolos. Biroq
Hatto shular ham yer va olamning qator tasodiflar natijasida vujudga kelmaganligini isbotlash uchun yetarli va aniq dalillardir. 20-asrda qabul qilina boshlangan uyg'unlik va antropik prinsip konsepsiyalari ham Allohning mavjudligidan guvoh beruvchi dalillar sirasiga kiradi. Hamohanglik va mutanosiblik 14-asr oldin Qur'onda g'oyat aniqlik bilan ta'riflangan